Samuil. Birinchi qism. Birinchi bob. Efraim tağlıq rayoniga joylashgan Ramatayim Zofim shahrida bir kishi yashaydi. Uning ismi Alqana bo'lib, u Yerohamning o'g'li edi. Yeroham Elihuning o'g'li. Elihu Töhüning o'g'li. Töhü Efraim qabilasidan bo'lgan Zufning o'g'li edi. Alqananing Hanna ve Peninna ismli ikki ayoli bo'lib, ikkinchi ayoli Peninnadan farzandlari bor edi. Ammo Hannadan farzand ko'migan edi. Alqana her yili qudratlik sardor Parvardigorga ibodat qilib, uningga qurbonlik qilish uchun o'z shahridan Shilo shahriga oilasi bilan birga boratdi. U yerda Alining ikki o'g'li, Xofni bilan Pinixas Parvardigorga ruhoniylik qiladi. Alqana qurbonlik qilgan kuni qurbonlikning go'shini Peninnaga ve uning qiz o'g'illariga bir ulushdan bo'lib beradi. Hannaga bo'lsa qo'sh ulush beradi. Chunki Alqana uni yaxshi ko'radi. Vaholanki Parvardigor uni tug'mas qilib qo'ygan edi. Hannani Parvardigor tug'mas qilib qo'yganligi uchun kundishi Peninna uningga qattiq azor berib, xafa qiladi. Bundaq qilish uzun yil davomlashdi. Hanna Parvardigorning ibodatgohiga har qatim borganida Peninna uningga azor beradi. Shu sababli u ko'z yeshi qiladi. Gelidan g'izomi o'tmaydi. Eri Alqana uningga: "Hanna, nemishqa ko'z yeshi qilasan? Nemishqa g'izo yemaysan? Nemishqa shuncha vala g'amkinsan? Men sen uchun 10 o'g'ildanmi ortiq emasmi?" dedi. Bir kuni ular Shiloda g'izonli bo'lgandan keyin Hanna o'rnidan turib duo qilishga chiqdi. U chaqda ruhoniy Ali ibodatgoh darvozasining yonidagi supida o'ltiradi. Hannaning ko'ngli qattiq azor yeganlikdan zar yig'ilgan holda Parvardigorga duo qildi. U Parvardigorga qasam qilib: "Ey qudratli sardor Parvardigor, bandangning qayg'usiga nazar solg'aysan. Meni esingga olg'aysan. Unutmag'aysan. Agar menga bir o'g'il bersang, men uni ömürlük sana beg'ishlagan beshiga ömürvoyat ustira takkizmagan bo'latdim", dedi. Hanna Parvardigorga uzoq duo qildi. Ali bo'lsa uning og'ziga sap selib turadi. Hanna ichida duo qilib ovozini chiqarmadi. Faqat uning lavlarla nidirlaydi. Shuning uchun Ali uni mast ekan deb o'yladi-da uningga: "Qachongacha mast yurasan? Sharobdan o'zingni tort", dedi. Hanna uningga: "Yo'q, undaq emas taqsir. Men perişan bir ayolman. Aroq sharob ichmadim. Faqat Parvardigorga ko'nglimni to'kdim. Meni yomon ayol deb qolmasizlar. G'am qayg'ularimning ko'pligidan shundoq duo qildim", dedi. "Aman esan qaytqin. İsraillarni tanlagan Xudo tiligingni bagay", dedi Ali. Hanna javoban: "Ko'z oldilarida iltifot topqayman", dedi. Ondan u qaytib berib g'izo yedi. İlkirgidek g'amkin bo'lmadi. Etsi Alqananing oilasidagilar tong saharda turib Parvardigorga ibodat qilgandan keyin Ramohdagi uyga qaytib kelishdi. Alqana ayoli Hanna bilan bir o'rinda yotgan edi. Parvardigor Hannaning tilakini ijobat qildi. Hanna hamildor bo'lib, vaqt soati to'shqanda bir o'g'il tug'di. Uni Parvardigordan tilib oldim deb o'g'lining etini Samuil qo'ydi. Shilo shahriga bordigan vaqt yana keldi. Alqana oilasidagilarni elib
Parvardigarga yillik qurbonligini va va'da qilgan qurbonligini sung'ili u yagibodi. Bu qitim Hanna bormidi? U eriga: "Bala emchakdan chiqqandan keyin uni elib boraman. Buning bilan u Parvardigorning huzurida bo'ladi. Umrvoyat shu yerda qoladi", dedi. Elqana uningga: "Mayli, qanday qilishni yaxshi deb bilsang, shunda qil. Bala emchakdan chiqquncha uyda turibdig'in. Parvardigor qasimingni ado qilishingga madad bagay", dedi. Shuning bilan Hanna uyda qilib, bolasini emitdi. Bola emchakdan chiqqandan keyin Hanna uni Shiloga elib bordi va 3 yoshlik bir buqa, yarim xalta un, bir tulum sharob olg'ach bordi. Hanna Samuelni Parvardigorning ibodat goyiga elib kirdi. Bola texi kichik edi. Buqa so'yilgandan keyin Hanna bilan Alqana bolani Alining qishig'a elib keldi. Hanna Aliga: "Taqsir. Hayat turganlari guvoh bo'lsinki, burun bu yerda yonlarda turib Parvardigorga duo qilgan helki ayol men bo'laman. Men Parvardigordan bola tilagan edim. Parvardigor talabimni ijobat qilib, bu bolani menga berdi. Shuning uchun men uni Parvardigorga bag'ishladim. U umrvoyat Parvardigorga atalgan bo'lsin", dedi. Shunda qilib ular u yerda Parvardigorga ibodat qildi.